2022-yilning oktyabr oylari ikkinchi diviziondan bitta gol asrab turardi. Bu oqshom esa o'sha klub Yevropa chempioni bo'ldi. Murabbiylar bor ketma-ket kubok yutadi. Murabbiylar bor klubning o'zi haqidagi ishonchini o'zgartirib yuboradi. Unai Emery ikkalasini ham uddaladi. Aston Villada 5 ta Yevropa ligasi kubogi, 3 ta boshqa klub. Bunaqa ishni qilib ko'rgan hali tarixda bo'lmadi. Mayli-yu, lekin bugun eng muhim raqam 5 emas, 44. Gap shundaki, Villa 1982-yildan beri Yevropa chempioni bo'lmagan. 44 yil oldin. Bugun esa Freiburgga qarshi finalda yirik 3-0. Tielemans, Buendia, Morgan Rogers va tamom. Ba'zi narsalarni tuzatish uchun butun bir yangi avlod kerak bo'ladi. Ba'zilariga esa birgina murabbiyning o'zi kifoya. 2022-yilning oktyabrida ikkinchi diviziondan bitta gol narida. 2026-yilning mayida Yevropa chempionlari 44 yildan keyin vazifa bajaradi.